Eyyo bolalar, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Yahyo Buyus kanali. To'g'ri, men hozir ovozi video olyapman. Xuddi shunday. Xo'sh, bu mana jigarim bo'ladi. Eng yaqinlardan biri. Eng zo'ri ham birga chatlashganmiz. Biz Telegramda gaplashib turamiz bu bro bilan. Legendarniy bro. Mazam do'stim. Do'sti video. Shunaqasidan. Yaxshi, biz yaxshi bitta joyga yashiramiz. To'g'ri, o'tgan safar oldingi videolarda boshqacha respektdan foydalanganman. Ya'ni texture pack. Bu umuman boshqacha texture pack. Ancha yaxshiroq ham. Chunki bunda FPS biroz bo'lsa ham ko'tarilib beradi. Joy topildi. Xo'sh, mana do'stim. Salomlashing bro. Nima gap? O'zim mashi bro menga anaqa setni berdi. Chestga hozir cho'chim pashakka bor edi. Voyda. Hozir что это говорю и у нас. Kilokordочки. Если не мясом хавумала. Yuqoriga skort kiymaganimga. Hozir. Что daraxt shekilli yo'q. Judayam chiroyli joy ekan. Xullas, mana do'stimiz. Davay qo'ying chestni. Davay. Sizlarga bitta ko'rsatib ham beray. Mana legendarniy. Qolgan narsa yo'qmi? Sal bezash kerak-ku buni. Yaxshi. Давай, bro. Ana. Mana o'tlar. Ana kabel o'g'laslar, ikkinchi shalga save bo'lib ketadi. Mana koordinatlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda koordinatalari bor. 1053 -111. Shunaqa do'stlar. Mana shu yerdan topa olasizlar. Yerga bo'lmaysa, bu totem menga totem kerak, menga totem bering. Menga totem kerak. Давай. Bari chiqib olyapti-yu. Beka bunday chiroyli bitta bazaga o'xshash narsa qo'yamiz. Mana o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Men shunaqa sozlashni o'rganib oldim yaqinda. Xo'sh do'stlar, sizlar bilan Yahyo Buyus kanalida do'stlar. Mana bu Frixan, aytishni unutibman. Mana shu Frixan seti hamma narsani mana shu aka shunaqada tashkillashtirdi. Men video olmay qo'yganda mana shu aka meni undadi. Xullas, bay.
Xullas, xayr. Vallahi bo'pti, ko'rishamiz. Keyingi safar yaxshiroq narsa olib kelaman.